Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan men Artix Minecraft. Va bolalar, kerochi sizlarga bir narsa aytmoqchiman. Bu mening yangi kanalim, shu sababli biz tezroq 100 ta bo'lib olishimiz kerak. Biz bugungi videoda Minecraftda vijivaniya qilamiz. Sizlar ko'rib turgan inson bu Artix. Va sizlar tanigan Artix Studio, Artix Fix, Artix Minecraft va Artix Player. Bolalar, men o'sha Artixman. Yangi kanalimizdagi obunachilar tanamasligi mumkin, lekin kerochi Artix Play kanalimiz ham bor, ya'ni Artix Player degan kanalimiz. U kanalda tezroq 100 ta olishimiz kerak. Men video boshida shu haqida gapirdim. Qancha bo'lamiz? Okey, bir daqiqa. Bugungi videomizda vijivaniya qilamiz do'stlarda. Vijivaniya. Orqa fonga e'tibor qilinglar. Kerochi fondagi ovozga e'tibor qilinglar. Sababi maishiy ishlar hozir kamerada olib olaydi. Burada qancha yetdi oymat. Ovozim yetib qolmasin. Menimcha bo'ldi shekilli, yo biroz qiyinroq turibdimi? Voy. Shetra qolsin. Nima farqi bor, to'g'ri? Nima farqi bor? Bugungi videomizda vijivaniya qilamiz do'stlar, vijivaniya. Oy. Da meni yuzim shunaqa oddiylarda odamman men ham. Robot yoki sun'iy intellekt emasman men. AI emas. Insonman, inson. Minecraft ovoz yo'qmi? Ham bor ekan. Fondagi ovozga e'tibor qilmaysizlar, endi shunaqa sharoitda video olishga majburman. Endi oyim ishdan to'xtatolmayman-ku. Oy, ishqmay turing, video olaman demayman-ku, to'g'rimi? To'g'ri, kim aytdi to'g'ri deb. Ovozim past bo'lib qolishi mumkin. Kim xatosiz video qilgan? Albatta, Redep xatosiz video qiladi, problemasiz. Lekin men Redep emasman. Okey, gap ko'paytirmaymiz, birovlarda ishiga aralashmaymiz. Mishka ham yomon jonga tegdi bor. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmaysiz. Sizlar bilan har doimgidek Artix Minecraft bolalar. Yangi videolar olamoqchi qishloq hayotida, ya'ni haliga daraxt o'sib ketganda, ko'rachi yaqinda bu videolar chiqadi bolalar. Opam qaranglar. Suvda qarab tushgandi Minecraftda. Bunday narsa ko'raman deb o'ylamagandim. Tog'ning ichidan suv chiqib tushgan bo'ldi. Boltam oldi bir narsa yuzum yurib o'tdi. Bunga kerak. Hop. Bir daqiqa. Verstaga yasadimmi? Yasamanmi? Stop. Yo bo'ldi. Kerak. Yo, kerak emas. Bo'ldi. Verstaga yasab olamiz. Shunaqamidi? Shunaqa ekan. Okey. Bolta yasab olamiz. Kerka. Hop. Nima qilamiz endi? Biz toshli kirka yasashimiz kerak. Ungacha shu yog'ochligida daraxtlar kestiramiz do'stlar. Hop. Bunday kesilib o'tdimi? Ko'p yorib ketdi. Mana. Ajoyib. Ko'p yorib qolmaymiz. Bunday qilsak, normaldek ko'rinadi adashimcha. Bo'ldi, shuncha yetadi. Hop. Minecraft yarqi spazmi hozir bir daqiqa. Okey, bo'ldi. Minecraft yarqi joyida mana bu yaramasdan ham sutlashtirsak bo'ldi. Okey.
ko'zim olyapti-da do'stlar, ko'zim olyapti. Yoqmayapti menga shu ko'zim olayotgani. Hop. Obunachilar, ovozim pastda, ovozim past bo'lishi mumkin. E'tibor qilmanglar do'stlar, e'tibor qilmanglar. Nima qilasiz ovozimni eshitib? To'g'rimi? Nima ham qilaydilar ovozimni eshitib? Ye? Nima bo'la u do'stlar? Sizlar ko'ryapsizmi? Ye, Minecraftda bir ajoyib bo'lib bilmasdimmi? Buni qaranglar. Nima bu qilishgan? Ye. Nima bo'la? Ey, yo'q bo'la, yapmayapti. Asabitim. Bolalar, qo'ysanglarchi. Mana tashlab olib ketaman do'stlar. Birorta uy qursak dekoratsiya bo'ladi. Kech payt tushni ham o'ylash kerak. Chiq. Yapmayapti. Ha, böyle tosh ham bor ekan do'stlar, olamiz. Tosh kerak edi, bunda tosh kerak edi. Nega tosh yetmaydimi? 3 ta kerak-ku mana. Menda nechta bor? Nima ikkita bor? Ya, bittasi olmabman-ku do'stlar, bittasi olmabman. Mayli. Xo'p. Mana toshli kirka yasab oldik, bolalar. Toshli kirka. Obunachilar, let's go. Xo'p. Biz ham bolta yasab olamiz, ili bolta yasab olamiz do'stlar, yaxshi. Endi bizga daraxt va ovqat kerak. Men chachon qush-qushqalarni yemayman do'stlar. Da ularni yeb bo'lmaydi. Minecraftda ham, real dunyoda ham harom ovqat. Bolta bilan yer chop. Yop to'yma. Xo'p. Stomaydi. Kulik ham men faykl deb o'ylabman. Qanday ajoyib do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Sababi bizning yuzimiz qatnashgan videolar ko'proq chiqishi uchun. Bundan keyin videolarda yoki boshqacha videolarda shunaqa web kamera bilan video olishim mumkin. Men bitta mod qo'shgandim, biyomlarni o'zgartirib qo'shib beradigan. Negadir ko'rinmayapti bu, nimagadir men qornim ochmayapti desam, endi ochib qo'yapti sekin. Endi uncha chopib yurganimiz yo'q edi-da. Jungli, men yomon ko'raman junglini. Men yomon ko'rgan biyomlardan biri jungli. Men jungliga kirmayman. Menga qo'y kerak, qo'y. Divan yasaman. Emasmi, bola o'lib ketsa, keyin yana bu qatlarda paydo bo'lamiz. Mana. Menga kerak emas bu. Menga unaqa problemalar kerak emas. U jonimiz ham ketayotibdi sakrab yurganimizdan, do'stlar. Xo'p, obunachilar, pastda bir narsalar, yana 1 minut. Okey do'stlar. Xo'sh. Bunaqa butalar ham qo'shgan Minecraftga. Men Minecraftda video yoqmaganimga ancha bo'ldi. Men qishloqda video olib yuraverib, Minecraftda video yoqishni deyarli unutib qo'yganman. Nega shu paytgacha qo'y o'ldirmadimmi? Shu joydan zombi meni ko'radimi? Yo'q. Ko'rmaydi ekan ishlar obunachilar, ko'rmaydi. Ha, mayli. Ana u nima? Ichida rachalarmi obunachilar? Ovqat. Mol. U yerda ham qanaqadir narsa bor. Struktura. Xo'p. Skelet olib bormaymiz. Molni o'ltirdim adashmasam, creeper. Bizga qo'y kerak. Bu nima bo'ldi do'stlar? Qiziq emas menga, hammasi chopib ketaman. Jambale bobeke video olyapman meni. Xo'p. Qishloq topib olsak yaxshi bo'lardi. Obunachilar, o'char ovozni yapmayapti. Video olyapman, chayasana, shu kuchukni bir kun o'ltirib yuboraman u. Yo'q, hazlashdimi, to'ba qildim. Yo'q, bolalar unaqa o'ylamanglar, men qotil emasman. Xo'p, obunachilar, o'char ovozni yapmayapti. Yana bitta strukturam borlar. Creeperni o'ltiramiz. Yaxshi, creeperni o'ltirib oldik.
skeletda o'tirishimni 100% sizlarga va'da bera olmayman, lekin skeletda o'ltira olmaslik kerak. Sababi men skeletlarni uncha o'ltirishga basman. Yeb qo'ymata, o'lay. Ha bo'ldi, o'ldi. O'cha o'zini yeb qo'ymadi. Baqirishga majbur qiladi. Asab buzadi. Bolalar, obunachilar, albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar shu joyda, chunki bizlar tezroq 300 ta bo'lib olishimiz kerak. 300 ta. Jami shu paytgacha 3 ta kanal yurityapman. 4-kanalim ham bor edi. Uni ochgandim, video qo'ymaygandim. Ya'ni animatsiya kanalim edi. U hali ham turibdi, video qo'ymayman shekilli unga. Chunki animatsiyalarimni Artex Studio, ya'ni Artex FH deb yozganman. Menikida hozir esimda yo'q. O'shanga qo'yyapman animatsiya videolarimni 700 ta obunachilik kanalimga bunga Minecraft Artex Player'ga har xil let's play videolar albatta do'stlar. Da, unga let's play videolar qo'yamiz obunachilar. Bunaqa strukturalar ko'pgani, ha? Yo'q. Ko'p ekan. Xo'p. Bunaqa olmaymiz. Bizga qishloq kerak, o'lib qolmasligimiz kerak. Skeletni ko'rmadimi? Ko'rmadi. Mishga ham jonga tegdi-da, bori. Menga yaxshi o't kerak. Mayli. Mana nima? Yoran qo'ng'izlar. Da, Minecraft yoran qo'ng'izlar qo'shgan. Yoran qo'ng'izlar. O'tiga qo'shib qo'ng'izlargacha olamiz. Yomay valla qiraylari. Minecraft ajoyib o'yin ekanligini yomay. Mayli. Gap ko'paytirmaymiz. Senlari oppa. Yana bitta shunaqa joy. Nimaga shunaqa chiqyapti? Men modda anaqasini ko'rganimda strukturalar faqat bir xil bu qoldiq toshlar emas-da, har xil narsalar bor edi. Hozir esimda yo'q qanaqaligi. Video chiqadi jonga deydi. Vallam bitta o'rgimchaga o'lib ketsam, vijvaniya qilishni bilmaskan, shuncha Minecraft o'ynab deb o'ylamanglar. Prosta tak anaqada, boxonlar qidirmay yeb to'ymadi. Hammaga salom. Sizlar bilan Artex Minecraft kanali. Va men Minecraftga yangi botam chiqib qoldi. Biltirmadi. Let's go! O'rgimchak bizdan yuz o'girdi. Qoldi mening Artex Studio kanalimdagi obunachilardek. Ya. Men bormayman yo'qa. Creeper alam kelyapti orqamdan. Shu boborasida. Qoch Artex, qoch. Qochib qayerga borasan? Necha ekanlar ana ichida. Nima bo'lganda ham? Bola. Qorin ochib qoldi-yu. Xo'p. Uzr, biroz mazam yo'q edi. Mana haram halim kelyapti orqamda. Bir yarimta jon qoldi. O'lardim. Yarimta jon qoldi. E'tiborli bo'lish kerak. Xo'p. Mana bu mol go'shtini yeb olamiz. Yetalab bo'lsa yaxshi bo'lardi bolalar. Albatta bolalar bilanchilar, tezroq meni 300 ta bo'lishimda yordam beringlar. Nega yordam bermaysizlar, ha? Obuna bo'lganman deysizlar, lekin komment ham yozmayapsiz. Nimaga komment yozmayapsizlar? Tushunmadim. Bir milliontadan komment yig'ilyapti. Nega to'xtab qoldi? Tushunmay qoldim. Voshshi videolarimda komment yo'q. Ko'rmayapman voshshi komment. Men YouTube'dan ketib qolyapti bu kommentlarni ko'rib. Umuman Minecraft kanalimizda shunday o'tirib qolishi mumkin. Da. Kanalimiz yopilib ketish arafasida. Sababi men komment ko'rmayapman videolarda men. Men motivatsiyada kimni olaman? Videolar tezroq chiqishiga sabab shu komment bo'ladi bolalar. Hech kim komment yozmayapti. Prosta video ko'rib chiqyapti. 100 dan oshiq odam ko'ryapti, lekin bitta ham komment ko'rmayapti bolalar videoda. Like ham bosmayapsizlar. Hech tushunmayapman. Shuncha bolalar video ko'rib biladi. Nima qilyapti? Prosta ko'rib ketmanglar. Opa, qishloqchami nima balo? Qishloq, let's go! Let's go, brother. Wow! Deb. Oh my PC bo'lib ketmasin. Oh yeah.
Zo'r ish bo'ldi vallahi shu. Oh, let's go! Jinimane voy. Ovqatam yarimta yurakcha qolibdi, yarimta yurakcha. Qorbizda to'g'rishimiz kerak. O'rniga ekib qo'yaman, brat. Jetil brat. O'rniga ekib qo'yaman. Qanday non yasardi? Nonda qanday yasardi bolalar? Yo bu non boshqa bu. Nonda qanday yasardi? Versakda yasarmidi? No. No. Bitta non yasab oldik. Okey, endi qornimiz to'ydi, jonimiz ham ko'payadi albatta. Endi dollar do'stlar, men bu yerdan o'zimga uy qurib olishim kerak, sababi men bunaqa uyda yasha olmayman va mana jigarang qo'ylarni o'ltirib o'zimizga divan qilib olamiz. Jigarang divan qilib olamiz. Jigarang rang nimasi yomon? Nimasi yomon jigarang rang? Isbotlaylar. Nimasi yomon jigarang rangda? Bu yerda tayyor somon turgan ekan-ku. Men bu yerdan o'g'irlab o'tiribman. Qishloqliklar shuncha samonlar yig'ib qo'yishadi, lekin o'zlari ishlatishmaydi bolalarda, o'zlari ishlatishmaydi. Shunga tredida shu ham yeb turmayman, burnim qoq kelmasam uyda. Bu yerda ham shu narsa. Ana. Qara qo'y bu. Maktab shekilli. Salom eshitdim. Salom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Ishlarim o'zim bilan o'zim gaplashib yuraman. Bro, lekin mana bu kerakli narsa bo'lsa, buni olib qo'yamiz. Shitel, sal uyimida? Ha, nima? Narsani oldim-da. Mana bu qizil blokni qaranglar. Tray. Ha, bo'ldi. Kechasi yo'q ekan. Stop. Jonga tegdi shu burunami? Ana. Let's go, bolla. Bolla Artist Player kanalimizga o'tib obuna qo'yinglar. U yerda ham yuzim qatnashgan videolar ko'p chiqadi. Yaqinda xudo xolasa kanalga yaxshilab bir normalniy obunachi yig'ib olsak, bir 100 yil tegib olsak, zo'r bo'ladi. Qishloqliklar terroristlar hujum qilyapti, kir. Hamma uyingga yo'qolyapti vaymatlar. Galim, sen qayerga qarayapsan? Uchta blok yetadimi bolalar? Uchta blok yetadimi? Qayerga kelyapti? Bu yo'lda aylanib kelyapti. Xo'p. Ishim chiqib qoldi, chaqirib qolishdi. Shuning uchun, kirgansim ketdi. Shuning uchun nima bo'lolmay qoldim-da. Vallah. Video pauza qilib turdim. O'ldi, ana. Bolalar umuman o'lib o'ltirmasdim bolalar. Prosta hozir nochor ahvolda ekanligim uchun o'ltirishga majbur bo'ldim-da. Kimdir uyda anaqa yo'qmi? Yo, o'zi non tursin, bolalari edi. Men birovdan anaqasi o'g'irlamaydi. Stol mana unda ishim mana o'tiribdi. Qaranglar. Paki. 6 ta yer bor ekan buni ichida. Buni qanday ishlatardi bolalar? Qanday ishlatardi? Buni ichiga shuni ham soladi. Okey. Mana nima kerak? Xalta ichiga xalta solib bo'ladimi? Bo'li ekan. Buni qaranglar. Xaltacha ichiga xaltacha solib bo'li ekan. Ha, bo'ldi. Mana qani. Solib qo'ydik.
Xo'p, okey. Endi biz nima qilishimiz kerak? Toshdan, temirdan bir narsa yasab olamiz. Qilich yasab olamiz, конечно, do'stlar. Bu toshim bormidi meni? Toshim bo'lsa, toshni kirkasa olaydik. Valla, bitta gap kelib qoldi, hozir aytaman. Toshni kirkasa olay. Allohu akbar. Qo'rqding, yo'q, qo'ymati. Qo'rqding-ku, yeb. Ichimda jo'rla turibdi. Kirkasa olmayliga gap bilan bo'lib. Xo'p. Valla, iftor bo'lib qoldi. Shuning uchun videoda tugatishga majburman. O'sha bir 20 minut bo'ldi video. Hamma rahmat video ko'rganlaring uchun. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni ham unutmang. Sababi videolar tezroq ko'p va ko'proq chiqishi uchun. Iftorda qorong'i joyda video oldim. Bunday qilay bo'lishi mumkin. Uzr so'rayman bolalar va video boshida tashqarida shovqinlar bor edi. Burnim jonga tegib yubordi. Hammaga rahmat videomizni ko'rganlaring uchun. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. O'sha videolar tezroq va ko'proq chiqishi uchun unda xayr sizlar bilan Artex Minecraft bo'ldi.